Lishan L9 yoki Lishan L7 ni ikkinchi qo'l mashinalarini to'p qo'ydim sizlarga akalar. Qarshimizda mana Lishan L9 ni ikkinchi qo'l mashinalari barchasi 20 mingdan oshmagan, 10 ming, 15 ming kilometr masofa bosib o'tgan, ko'k rangidan, yashil rangidan L7lar ham bor ekan bularda ichida. L7 ham bor. Qisqasi ushbu mashinalarning narxi L7larimizniki 38500, L9larimizniki esa 48500 dan narx berishdi. Biz sizlarga ushbu mashinani L7 ni 39500 ga yetkazib beramiz. L9larni esa 49500 ga Toshkentga yetkazib beramiz. Ushbu mashinalarning barchasi hammasi yaxshi holatdagi mashinalar ekan. Yurgan. Endi har xil ranglari bor. Mana ko'k oq ham bor ekan. Mana bu kumush rangi oq bor ekan. Mana bu zolotistisi ham bor ekan. Zolotistisi ham ichi oq ekan. Mana bu rangimiz L7 niki bo'lishi kerak. L7 ni oranjiy rangidan bor ekan. Qisqasi qiziq bo'lsa, akalar bemalol aloqaga chiqaveringlar. Biz sizga ushbu mashinani yetkazib beramiz.